qurbonlik jamiyatda birlikni ta'minlaydigan ibodat. Jamiyatda mehr muhabbatni ziyoda qiladigan ibodat. Qurbonlikni o'rgatishimiz kerak. O'zimiz ham qilib, farzandlarimizga ham o'rgatishimiz kerak. O'g'lim yoki qizim mana buni qo'shniga olib bor, mana buni falon joyga olib bor deb xayr ehsonga farzandlarimizni ham o'rgatishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, as-saxiyyu qaribun minalloh, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Saxiy odam, saxovatpesha odam odamlarga ham yaqin, odamlar ham uni yaxshi ko'radi. Allohga ham yaqin, jannatga ham yaqin bo'ladi deydilar. Kim odamlar ham yaxshi ko'rishini xohlasa, kim Alloh ham uni yaxshi ko'rishini xohlasa, jannatga yaqin borib, jannatiylardan bo'lishni xohlasa, Alloh taolo uni jannatga kiritishini, Alloh rozi bo'lishini xohlasa, saxovat qilsin. Saxovat qilishning boya aytganimizdek eng yaxshi kunlari mana shu kunlar. Zulhijja oyining avvalgi 10 kunligi, qurbonlik qilishlik, o'sha kunlarda Alloh taologa muqarrab bo'lishlik.